Aka, mana turibdi mashinasi, nima vaqtim xos. Mana hozir endi uxlamoqchi bo'lgan joyimdan turg'izib olib kelsa. Uka, endi uzr shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi. Endi biznesda hozirmasang pulingni beraman. Mana 2, 3, 4 so'm. Aka, bu yoqda ko'p-ku. Uka, endi olib qo'yaverasan, sani bezovta qilib kelganim uchun o'zi sani oldingda men xijolat bo'lib qoldim. Shuning uchun olib qo'yaverasan uka endi. Bo'ldi. Mana aka mashinasi o'sha haydab ketavering. Bo'ldi, rahmat. Andushi zo'r chiqibdi mashina. Aha. Tak. Mayli aka, savoling charchamay, ishingizga omad. Gonkada poygada birinchi o'rinni oling. Tak, va endi uxlamoqchi bo'lgan joyini turg'izib keldi. Soatdan 5 ga qarab ketyapti. Xo'p, mayli, hozir avtoservisni ochamiz endi. Buyuk bo'lmaydi уже. Men bu pullarni haqqa solib qo'ysam ekan, yaxshi seyfga solib qo'yamiz. Stop. Hozir ol. Mana seyfga solib qo'yamiz pullarni. Va bo'ldi, bu yoqda necha stak pul? 6 stak bo'ldi. Xo'p. Hozir endi bu narsa qilamiz. Mayli. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Daryoda Audi RS3 zapchasi bor, olasizmi? Men bumi? Ha, shu. Qancha so'rayapsiz? Atigi $3200. O'tda. Os. 3200? Ha, aka, shunaqa. Bo'ldi, hozir olib chiqib beraman. Voy, arzon aytibdi. Bunaqa imkoniyatdan foydalanish kerak. Hop, hozir 3200 olamiz. Bo'ldi. Tak. Ukam ketib qolmadingmi shu yerdamisan? Ha, aka, shu yerda pulni berasizmi? Mana qara hozir. Mana senga $3200 bo'ldi. Sen bilan ishimiz bitdi. Ketur, sog' bo'lasan. Shu bo'ldi, keturgam. Bo'ldi aka, dishi rahmat. Bo'ldi, sog' bo'l, charchama. Tak, pichoqni olamiz bu yoqqa. Bo'ldi, ketur. Ha, bo'pti aka. Xo'p, endi bu Audi RS3 anaqalarini qarashingiz kerak, zapchastlarni. Hop, telefon ketyapti. Allo, aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, qanaqa yordam kerak? Aka, Audi RS3 zapchastlar bormi? 4 ta sidenya, keyin 3 ta balon, bitta bagaj bilan motori kerak. Bor aka. Bo'ldi, aka, karta tashlang, pulingizni tashib beraman. Bo'ldi, faqat sal qo'prading. Qancha? Bir 4 bor. Bo'ldi, kartangizga tashib beraman. Tak, mana kartasini tashladi, hozir tashlaymiz. Aha, bo'ldi, pul o'tkazildi. Tak, chekini ham tashlab qo'yamiz. Bo'ldi, pul o'tdi. Endi hozir tezroq lokatsiya tashlab bersa, borib olib kelar edim. Mana menimcha keldi lokatsiya, kelibdi. Hozir endi borib olib kelaman. Xo'p. Mana quyosh ham sekin chiqsa kerak mana shu tarafdan. Mayli, o'tgan safargi joy shekilli, mana. O'tgan safar ham mashinadan zapchast olgandim. Mana, keyin anu motordan ham qo'shib jo'natibdilar, yaxshi. Xo'p. Endi tak. Audi balonlarini bu yoqqa, bularni bo'lsa bu yoqqa va motorni ham bu yoqqa. Men bu 4 ta sideniyani ham hozir to'g'rilab olamiz. Bu yoqqa. Bo'ldi, yaxshi, hammasi chotki, faqat mayli. Tak, bo'ldi, ket. Mana kelib bo'ldim avtoservisimga va endi hozir sekin ish boshlasak ham bo'laveradi. Svetda yo'q olamiz va birinchi narsalarimizni joylashtirishimiz kerak. Xo'p, mana Matiz'ni ham qo'yib bo'ldik. Endi bunga motor qo'yishimiz kerak. Lekin elektromobilligiga men haligacha ishonmayapman. Mayli, endi buni hozir biz bir haydab test qilib ko'ramiz. Xo'p, qaylamiz shodan yaxshi. Yaxshi va tez yuryapti. Ranglari ham zo'r bo'lgan.
va buni ham shu hafta egasiga topshirishim kerak. Xo'p, mana qani o'qaymiz bu yoqdan ham yaxshi. Atak tez va zo'r yuryapti. Nu, okey. Hozir. Va bo'ldi. Buni qo'yamiz shu yoqqa, parkovka qildik va bo'ldi. Hop, Audi'ni ham olib kirib oldik. Quyosh ham chiqib ketdi. Endi bunga diska taqqan bo'lsak, sidinalarni va bagajlarni o'rnatishim kerak. Buning uchun eshiklarni ochib, o'rnatilib, sidina bu yoqqa o'rnatdik va oxirgisi qoldi bu yoqda. Shu bilan bitta bagaj o'rnatsam bo'ldi. Audi tayyor bo'ladi. Keyin bemalol haydab ko'rsam ham bo'ladi. Bo'ldi, mana bagajni ham o'rnatdik. Endi hamma narsasi yaxshi. Endi buni tashqariga parkovka qilib qo'ysam bo'ldi. Buni o'zim haydab yuraveraman. Mashinadan hozir orqaga mana bo'ldi, parkovka ham qilib bo'ldim. Bo'ldi, mashinadan tushamiz va bo'ldi, hammasi yaxshi. Endi hozir men bu skuterimni o'sha haydamayman. Buni bir arendagami berib qo'ysam ham bo'ladi, kuryerligi. Xatga hamma pul olib kelib turadi. Mayli, hozir bu yoqdan qo'yamiz buni. Balonni yechamiz. Endi naryoqdan biza balon olib kelishimiz kerak. Lekin buni motori hozir bizada yo'q. Chunki buni ham motori sal boshqacharoq ekan. Endi bu yoqdan Mametdan bunga balon olishimiz kerak. Bo'ldi, oldik mana. Eskisini taqib qo'ydim menimcha. Eski balonni taqib qo'ydim. Qani? Mana ekan-ku. Yangisi. Hozir eskisini yechib bo'ldi, qo'yamiz. Keyin bunga bitta kraska sepib borish kerak. Xo'p, mana qora rangga bo'yadik. Men bu spreylar bo'lsa qaytib joyiga qo'yib qo'yaman. Endi men bu narsalarim bo'lsa, ish qurollarini bu yoqqa solib qo'yaman. Va bo'ldi, hammasi yaxshi. Endi men bu skuterimni tashqariga olib chiqib bir haydab ko'rishim kerak. Okey. Bu ham atak normalniy. Qora rangi bo'lgani ham zo'r bo'ldi qaytaga. O'zimga ham yoqyapti. Xo'p, mayli. Mashinadan qayerga boramiz, mayli. Oxirgacha borib o'tirish niyatim yo'q. Xo'p, endi buni ham sekin parkovka qilib qo'ysam bo'ldi. Va mana takoy turibdi. Olexgami yoki qo'yib yuboraman. Yoki Renzogami, Flashgami yoki Reddigami beraveraman. Yandexda dastavshiklik qilib yuradi, ishi bo'lmagan payt. Okey, mayli, hozir shart emas. Renzo ish qidirib yurganda bechara bo'lmishga o'xshab. Va mayli, bo'lmish demaymiz, chunki unga raqam qilish kerak. Mayli, hammasi hazil va endi hazilda oshirib yubormaymiz. Kirkani olamiz, kirkida mamnun tashlaymiz. Buni bo'lsa, men bu burchaga eski joyiga qo'yib qo'yamiz. Все bo'ldi. Endi men bu kirkani qayta joyiga qo'yib qo'yamiz. Bu yoqdan bo'lsa, ozgincha pul olib, hozir bitta joyga borib kelishim kerak. Uning uchun hozir avtoservis yopamiz va Matizga o'tiramiz. Mayli, Matizda borib kelaman, tezroq yuradi xatyabi. Hozir men u yoqqa ketayotganim sababi men mashinalarning zapchasini birovlardan olib yurishim jonimga tegdi. Yaxshisi o'zim avtoservis uchun, ya'ni mashinalar uchun zapchas do'kon ochaman. O'sha yerga narsalarni, tovarlarni olib kelib sotaman. Avtoservisim uchun ham o'sha yerdan zapchaslar oliraman. Xo'p, hozir men bu yoqdan qaytamiz va bu yoqdan esa o'ngga mana yoqda garajlar bor, lekin bu yoqda emas, sal o'tgandan keyin. Mana. Menimcha ozgina oldinroq yurdi, mana mashina ekan. Xo'p, qaytamiz. Mashinani tagiga mashinani qo'ysa ham bo'laveradi. Bo'ldi, yaxshi hammasi. Va menimcha men Olexni mana shu joyiga ko'rgan bo'lishim kerak.
Nu hop, hozir men bu yoqda menimcha sklad bo'lsa kerak. Sklad qilib qo'ysam bo'ladi. Tak. Orqa taraf ham ko'rinib turar ekan, naryoqda avtoservisim. Va men betlarni remont qilib olsam, keyin zo'r bo'ladi. Men betlarga kassalar qo'yib, hammasi cho'tib, men yoqda sklad yokida katta qilib yuboraman magazinni. Okey. Menimcha do'kon eski bo'lgani uchun arzon bo'lsa kerak. Pollari ham bir tekshirib yotibdi. Va eski SSSR paytidagi pollar. Men bu yo'ldan bunday yo'lda qilib olib, men daraxtlarni olib tashlab, men bilishayotgani bo'lsa oxirgi yetkaztirib qo'ysam, men bilan tozalab, hammasi cho'tki bo'ladi. Уже ideyaga o'tdi, lekin egasi bilan gaplashib ko'rishim kerak, uchrashib. Okey, hozir endi avtoservisimga qaytib ketishim kerak. Va menimcha men yo'ldagi garajlarni ham hali tushib qarab ketdik, qanaqa joylar ekan o'zi. Bu yoqdan ham garaj sotib olib, ijaraga berib qo'ysa bo'ladi, ya'ni arendaga. Okey, men yo'qda ham mamlaqa joylar bo'sh yotibdi. Bu yo'lni ham sotib olib, game klublar qilib qo'ysa bo'ladi tak. Reddi bilan Renzo'ga yetib ko'raman. Balkim birga biznes boshlashar, meni sharofatim bilan. Men aytgan ideya orqali game klub ochishar balkim. Lekin ular bir-biri bilan chiqishmaydi. U chiqishsa, u 1000 yilda bir bo'ladigan narsa. Qo'pol qilib aytganda, mayli. Hop. Hozir yana men yo'ldan qaylamiz. Yaxshi urilib ketmadim. Va endi avtoservisimga borishim kerak. Qaylamiz va mana keldik. Endi esa men yo'ldan sekin mashinani hozir qo'yishimiz kerak shu yo'lga. Va bo'ldi. Tak. Sal orqaroqga, sal oldinroqga. Va menimcha hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Qani, bo'ldi. Sal to'g'rilabroq qo'yamiz. Yo'q, vashcha qiyshiq bo'lib ketdi. Normal endi. Endi hozir Olex degan joy egasiga telefon qilamiz. Hop. Hozirgi joy egasi bilan gaplashaman.